Lattafa Art of Arabia 1 bilan bog'liq bo'lgan bitta chiroyli story beraman. Bir haftacha oldin bitta mijozimizga kelib, atirlarni ko'rib, atirlaringiz juda ham zo'r ekan. Faqat menga aynan siz ishlatadigan, sizga yoqadigan atirni ozgina qo'yib bersangiz, yoqsa bitta butun upakovka olaman dedilar. Biz u insonga Art of Arabia 1 dan 10 mgcha hadya sifatida qo'yib berdik. Va oradan 3-4 kun o'tib, u inson telefon qilibdilar. Ukam, iltimos, atringiz zo'r ekan, bitta upakovka chiqazib yuboring va har gal sepganimda sizni eslab duo qilaman. Alloh ishlarning barakasini bersin dedilar. Ishonasizlar, bunaqa gaplardan keyin inson yanada shijoati, g'ayrati oshar ekan ish qilishga. Qanaqadir chiroyli motivatsiya bo'lar ekan. Xo'p, endi atirga to'xtaladigan bo'lsak, Art of Arabia 1 men uchun bu sakinat, qanaqadir euforiya, statusni o'z ichiga olgan bu idishda. Xo'p, bizning do'kondan bu atirni raspiv yoki bo'lmasam upakovka ko'rinishida xarid qilishlar mumkin. Juda ham zo'r atir.